Allergiyaga qarshi vaksina bor deyishadi, shu rostmi? Haqiqatan ham xalq tilida vaksina degan narsamiz bor, lekin bu oddiy vaksina emas, allergen spetsifik immun terapiya deymiz. Ya'ni bemorda qaysidir ham allergenlarga, asosan bu gullarni changlariga yoki daraxtlarni changlariga sezuvchanligi oshgan holatda aynan shu allergenlarni o'zidan biza kam dozada dori tayyorlatib bemorga immun sistemasiga turtki beramiz. Xalq ichida vaksina degani ham qulay bizaga, oddiyroq bo'ladi. Allergen spetsifik immunoterapiya sal uzunroq tushuncha. O'shaning uchun mayli vaksina deb atab ketaveramiz. Asosiy vaksinalarning har xil turi bor. Asosiysi buning ichida uy changi bilan mavsumga keladigan o'simliklarni changga nisbatan yuvoriladigan asid terapiyamiz deymiz. Qilinadigan payti bor, uni o'ziga yarasha. Bemorlarning tinch davri, aslida biz birinchi probalarni qo'yib, qo'liga sinamalarni o'tkazib, qaysi allergenlarga nisbatan sezuvchanligi borligini aniqlagan holatda qishki faslda asosan nimagaki qishda bemorlarimiz tabiiy tinch davri keladi, dori ichmagan holati keladi. Haligi vaksinani oddiy yengil ko'taradigan vaqti kelganda biz asosan dekabr oyidan boshlab o'sha o'simliklarga qarshi asid terapiyamizni o'tkazamiz. Uy changiga kelsak, uy changi vaksinasini biz yil davomida определенный ayni vaqti bo'lmaydi. Kasallik tinch davri bo'lsa bo'ldi. O'shanga qarab biz uy changiga emlab ketaveramiz. Vaksinani olinishi yil davomida bir marta bo'lsa, har bitta allergenga nisbatan 3 yildan 5 yil davom qiladigan terapiyamiz.